Sardor, o'rtoq, bilasan-ku, jigar. Bo'lsa senga berardim. Hamma pulimni molga tiqib qo'yganman-da, o'rtoq. Bo'lsa bilasan-ku, yana bir xabarlasharmiz, o'rtoq. Bo'pti, xo'p. Mohir, gapingni eshitib qoldim. O'zimiz sinfdoshimiz Sardor bilan gaplashyapsanmi? Ha, Sardor bilan. Ha, o'rtoq. Tinch ekanmi o'zi? Ko'rmaysanmi? Qarz so'rayapti-da. 4 ta non solib ber. Ulfatlarimizning orasida toparman, tutarmoni san bo'lganingdan keyin haddisi qilib sandan so'raydi, o'rtoq. Bor begir sinfli bolalardan so'ramaydi-yu. Yoshidan katta bo'lgan og'aylaring bir ikki so'm qarz so'rasa, noto'g'ri tushunmagan jigar. Va 4 ta noning. Nechi pul bo'ldi? Shu paytgacha oshna og'ayimdan pul olganimni ko'rganmisan? Olib ket tur. Osh bo'lsin. Rahmat. Ke o'rta? O'rtoq. Zo'msa, yaxshimsan? Charchamayapsan? Rahmat. Bir xabar olib ketay deb, o'zim yopgan noladan 4 ta issiqni olib keldim. Va, ol. Rahmat o'rtoq. Boringga shukr. Ozgina pul kerak bo'lib qopti deb eshitdim. Yo'q o'rtoq, unaqa emas. Qatdan eshitding? Teshu quloq eshitadi-da. Gapni aylantirma. Nechi pul kerak? Boya Mohirda har doim pul bo'ladi deb undan ham so'radim. Unda ham pul yo'q ekan. 1 million zaril bo'lib qoluvdi. Nimaga mendan so'ramading? O'zi tong sahardan xamir qorib non yopib pul topasan-ku. O'shanga sendan so'ragani xijolat bo'ldim. Shunaqa degan, uni olaman deb olib qo'ygan pulim bor edi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Majiga. Ishga kerakli joyingni ishlat. Men unda qarz olib turaman. O'rtoq, Bo'ldi qil. Ko'p gapirma. Hozir nima deyishingni bilaman. Men borib ishimni qilishim kerak. Meni klientda kutyapti. Xudo xolisi kechqurun hali bitakda ko'rishamiz. Ishingni bitirib, 4 ta siqran olni onaxonga olib kirgin. Bo'pti, o'rtoq. o'rtoq, Ha? Nima yana? bekordan bekorga yetishmas ekan-da. Kambag'al mard bo'ladi deb. Boringga shukr. Boringga shukr. Jigar. Choy. Duch kelgan odam bilan ham ichilavermaydi. Kim do'st kim dushman ajratmadi.